Akalar, yangi obyekt xullas ishni boshladik. Mana mashxonani pol, patolog, devor hamma yo'q bo'ladi. Xudo xolasa mana bugundan ishni boshladik. Mana lazerlarni otamiz hozir. 3 ta video bo'ladi. Hozir qo'yaman. Ish jarayoni bitganda. Bunaqa bosib qo'yasizlar, qo'rqmang. Akalar mana ko'rib turibsizlar, polni ham boshlavordik, xudo xolasa. Ana polimiz ham bitta akalar, bir pasda mana. Ko'rib mazza qilaverasizlar. Uji mana patologga hozirda otyapmiz. Patologni ham boshlavordik, xudo xolasa. Endi bari tezlab ketadi. Zat devorlarda shu Libratolama teshikda bor ekan mana. Shu qo'yyapmiz, issiqqina bo'ladi. Xudo xolasa mana. Ya cho'tki akalar, qo'rqmanglar, lahva so'ringlar uyalmasdan. Mana akalar, patologimiz ham xudo xolasa oz qolyapti bitishiga. Jindi holda bitishiga bitirib yuboramiz. Yastidir bo'lib. Ana bitirib oldik deyarli. Xudo xolasa endi figuralarni ishlab qo'ysak patologni. Ben devorlardan chiqindan cho'p tashaganmiz. O'sha elektrik yasamirlar ketyapti. Simlar, kabellar tashlab yuboramiz. Shu vaqtdan oldin. Shu vaqtda olib chiriydi bo'ladi hammasi. Ish jarayonlaridan nima bir narsa deb turib ish qo'yaman. Acı kuku. Ana bo'lmasam. Katta teshik qolib ketib qolibdi mashida. Sizlarni bu kayfiyatlaring ko'taring dedimda masajatiga yurakchani qizartirib, lahi bosib, videoni bo'yiga tashlab qo'yasizlar. Mana devorlar ham xudo xolasa mayaylarni qo'yyapmiz. Xudo xolasa shu vaqtda akalar rodbin shu vaqt degani bo'ladi. Xudo xolasa. Patologimiz ham deyarli figurasi bitti. Tekrar baho berib ko'rasizlar. Do'stlar, mana patologimiz ham, polimiz ham bitti. Devorlarimiz ham xudo xolasa rodbin shu vaqt bo'ldi. Endi mana perigorodga qilyapmiz manga. Perigorodgani ham deyarli bitirib qo'ydik desak ham bo'laveradi. Kuzatishda davom etasizlar. Video